Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video obzorimiz yangi programmamiz EcoF programma bo'ladi. Bu programmamizda cruise control, avtozapusк, full, imo off, ajratuvchi mufta, sceplение hisoblanadi и stok. Shu funksiyalarni yoqib o'chira olsangiz bo'ladi. Xo'p, mashinamizni чтение qilib bo'ldik. Proshivkalarni saqlanib qilishda saqlanib qilishda mashina nomerini yozasizlar, Cobalt yozasizlar и versiya 1 masalan. Keyin shift knopkani bosib turib, saqlanib knopka bosilganda mashinada bin formatda saqlanib qilib beradi. Saqlanib qillaring, kalibrovka чтение qilsalaring ham bo'laveradi biz programmaga. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz faylni tanlash knopkani bosamiz. Bosgan vaqtimiz mana biz hozir o'qib olgan mashinamizniki turibdi, mana bin formatda saqlanib qilib berdi. Bir formatda saqlanib qilib berdi. Buni tanlaymiz. Tanlagan vaqtimiz ochiladi. Birinchi vaziyatni ko'rsatib o'taman sizlarga. Chip tuningni ochganlaringda bu kalibrovka чтение qilganlaringning hisobiga chip tuning ochmaydi. Mana chip tuning ulangan. Chip tuning ochib bera olmaydi kalibrovkani. Bizni programma orqali buni full ga aylantirasiz, vaqtingizni tejaysiz. 1 soat 20 minutlar o'zini чтение qiladi agar full чтение qilaman deydigan bo'lsangiz. O'sha narsa 1 soatga vaqtingiz tejaladi bizni programma orqali. Mana shunaqa holat chiqadi mana. Bu holat chip tuning ochib bera olmaydi, o'zini tanla deydi. Tanlaganingizda ham to'g'ri tanla olmasangiz, ошибка berib qolaveradi. Xo'p, biz qiladigan ishimiz bizni programma ochiladi. Ochilganda fayllar tanlanadi. Cobalt, Chevrolet Cobalt, отсылка E83 и fayl turi kalibrovka tanlandi. Xo'p. Full yozuvga galchka qo'yiladi. Galchka qo'yganingizdan keyin faylga yozish funksiyasi aktivniy bo'ladi. Xo'p, faylga yozishni bosganimizda bizga o'sha holatga, o'sha joyimizni shu joyda o'ziga yaratib berdi faylni. Yesni bosasiz, bosgan vaqtingiz uje tayyor qilib bergan bo'ladi. Xo'p, mana bizga saqlanib qilgan joyimizda bitta birinchisi o'zida чтение qilib olingani va versiya 1 и full deb yozuv chiqarib beradi. Endi buni chip tuningni ochadigan bo'lsak, chip tuning hammasini ochib bera oladi. Mana shu загрузка ketishni boshladi. Chip tuningda ishlaganlar bilishadi bu narsani. Ishingizni oson qilib beradi. Mana hamma narsa ochildi, hamma narsa ishlaydi. Masalan, maska qilish masalalari bo'ladigan bo'lsa, mana har bittasini ko'rsatib bera olyapti. Ketyapti. Xo'p, xolastoy datchik bo'lsa, xolastoy kod masalalariga ham bemalol ishlab beradi. Ko'rsata oladi. Mana bir xillarida ko'rsatmaydi agar noto'g'ri fayl ochilsa. 800 оборот, mana hamma narsasi ishlayapti. O'z zajganalarga kiradigan bo'lsak, hammasi ishlab beradi. Ko'rsatib beradi. Mana обычно ba'zi logakdan kirsak, mana hamma narsangiz ko'rsatib beryapti. Bu programmamizda birinchi funksiyasi full yo'nalish bo'yicha ochildi hozir. Video qilib berdik. Zash EcoF birinchi versiyasi. Kimga shu programmalarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Telegram, Instagram hammasida nomerlarimiz bor, nomer qoldiramiz.